akalar zotga 2 dona o'ta chiroylisidan olib berganman. Veslari ham o'ta kattasidan ular. Mana dehqonni uydan chiqaryapman. O'ta puli yengil. Nomerlarni pastga yozamiz. Kelishadigan xonalari bor. Birinchi navbatda narxi 10 million so'mdan dastlabkasi bor. Toshkentgacha qilib beramiz. Ag'ini kelishamiz deyaptilar. Akalar mana shuni olib, urug'qa mana urug' sezon keldi olib tashab beringlar. 10 ta 20 ta soliqqa bemalol yaraydigan qo'ylar. Mana shunaqa qo'ylar bo'lsa, dehqonlardan chiqib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xudo xolasa bor ishlaring bitkazamiz. Ishlarni ham bitta ko'rsating. Rasa sovutilgan xonasidan mana. 4 ishga o'tgan. Rasa sovutilgan xonasidan. Mana uni razrezi yo'q hammasi bitta ko'rsating, ana razrezini. Bitta o'tir razrezini ko'rsating. O'ta dahshat bor. Qo'yib oladigan pullar. Har doim naqd. Oq yuz hamma yo'g'i joyida. Bo'ylari ham kichkina qo'ylar emas. Videoda qanaqa chiqyapti bilmadim, obunachilar. 90 bo'ylari. Bo'ylari 90 mana. Sog'liqlari siz sovutilgan xonasidan mana olib, yuzlari tinig'idan shularni olib maza qilib boqinglar obunachilar.